Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana xudo xolasa masjidimizni kanalizatsiya tizimini bu tomonnikini boshqatdan necha qoldi, bitkazamiz. Bitta reviziya, ikkita reviziya tashladik bekka ham. Mana bitta reviziyani o'rni. Xo'shdi, ikkinchi reviziyani o'rni turibdi. Xo'na. Endi hozir undan keyingi qilinadigan ish slivnoylar chiqarishimiz kerak ekan. Tahoratxona 5 ga bo'lingan, suvlar chiqishi. Mana shu 3 kolodesga binodan sinf bo'yicha 3 metr deyilgan, 3 metr qochgan asosiy binodan. Deydan kolodeslarimiz qochgan. Mana 5 ta turbamiz endi tepadan nima tushgan yorib tashishgan. Bir qator rekonstruksiya qilib olamiz, ta'mirlab. O tepla trassamizni rasvosi chiqarish boribdi. Kateniga chiqqan bular ham. Ikkinchisi bu tizimimizni ochiq qolgan edi. Endi hozir переходlarni olib kelib, zaglushkalab qo'yamiz reviziya qismimizni. Erkinboy. Mana hozir Erkinboy. Quyur. Mana hozir quyapmiz. Bitta reviziyamiz bor. Oni ikkinchi reviziyamiz bitdi. Uchinchi reviziyamiz bitdi mana. Bir qator suv quyib proverka qildik. Hozir yana bitta tashqarini grederlar asfaltga tayyorlab turganning hisobiga bir qator kanalizatsion tizimimizni teplab nima deydi, kanalizatsion tizimni bir qator proverkasini qilib ko'ramiz. Suv quyib yubordingmi? Xo'sh, bundan o'tibdi, bunga yetib kelyapti ekan. Ikkinchi reviziyaga oralig'ida 15 metr masofa bor. O'tib ketdimi? To'xtadimi yerdan o'tish? Mana endi bunga kelyapti ekan. Ichiga endi musor tushirishib yoribdi. Turbalning kattaligini hisobiga 200 ligini hisobiga Krop povradi. Qilib oldimi keyin? Yo'q, o'zi uklon normalniy bo'lsa, tezda kelsa musor qolib ketadi. Billa keladi. Mana 15-17 metrdan sekin kelyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimi, xudo bor. Charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Уже mana bundan kelishni boshladi suv. Salomat bo'ling. Salomat. Mana kanalga suv keladi-yu. O'sha bo'lib kelishni boshladi.